San'at sabab turmushidan voz kechgan Shahzoda haqida 3 ta fakt. Asl ismi Zilola Musayeva bo'lgan xonanda 1979-yil 28-iyulda Farg'onada tug'ilgan. Shahzodaning birinchi nikohidan to'ng'ich o'g'il Salih ismli o'g'li bor. Shahzodaning ikkinchi turmush o'rtog'i biznesmen va Tarona Records ovoz yozish studiyasi egasi Ravshanbek Yo'ldoshev bo'lgan. Ushbu nikohdan xonandaning yana bir o'g'li Xolid tug'ilgan. Shahzoda o'zini kino va seriallarda ham sinab ko'rgan. U Fotima va Zuhra, Sevinch, Zumrad va Qimmat, Majruh kabi o'zbek loyihalarida suratga tushgan. Bundan tashqari Shahzodaning deyarli har bir qo'shig'i chiqqan zahoti xitga aylangan. Chikko, Yurak, Keragimsan, Sevaman kabi qo'shiqlar yillar o'tsa ham hali hamon eskirmayapti. Sharq yulduzining portlashi oiladagi fojiadan keyin deyarli so'ngan. Shahzoda Ravshanbek Yo'ldoshevni 58 yoshida yurak xuruji sabab yo'qotgan. Bugungi kunda Shahzodaning Instagram sahifasida salkam 6 million obunachilari bor va yaqinda xonanda o'zining mashhur brendiga asos soldi. U hozir ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, katta muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Shahzodaning muxlislari videoga like bosib, barcha aqllaringizga yuborib qo'ying. Bizni kuzatishda davom eting, chunki siz bilmagan sara yulduzlar hali oldinda.